Hem tövendeki babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh tekbirini tak etimiz. Lekin şu kamet salah kelimesi okşamaydı buna. Cübbe etimiz demekçi. Demek her kandak bir umumi buyruqning ichida shu buyruqni ma'lum doirada kichikiltirilgan yoki qisqartirilgan bir cheklimlik istisnoiy shartlar yoki qoidalar borda masalan payg'ambarimiz boshida takbirni taqoyitlash buyurdi lekin qatqa masalani unda emas dedida. Yani bu Ali ibn Abdullah hadis so'zlab berdi dedi İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi. Bu kishi dedi bizga İsmoil ibn İbrahim hadis so'zlab berganda. Bu kishi dedi bizga Xolid Abi Qilobatning anasini bayon qilgan. Yuqorqi shu azondagi jo'p toq etish masalasiga hadislarning ko'pinchisi Anas ibn Malikdan kelyapti-da bu yerda. Anas ibn Malik dedi Bilal azonni jo'p etishga buyurilgan, takbirni toq etishga buyurilgan. İsmail deydi o. Hadisga İsmail ibn İbrahim dedi. Ayyubga bayon qilib o'tdim dedi. Ayyub deganki, ya qad qomat sala ya'ni bu boshqa, buni yana jo'p etidi. Qolganda taq etidi deb shundoq degan dedi.